Salom do'stlar, sizlar bilan bugun men Kakashi va sizlarga o'zim bilgan eng yaxshi sehrlarni ko'rsatishga harakat qilaman. Bizda bo'ladi birinchi sehr, menimcha kamonga ekan. Bu kitobning nomi Flame. Buni faqat birinchi bosqichi bor. Mana bu kitoblarni olovli qilib beradi. Masalan, mana. Hattoki o'lgandan keyin uni qovurib ham beradi. Steak bo'ldi. Keyingi kitob bizda bo'ladi. Bularni solib qo'yamiz. Keyingi kitob bizga kirkada bo'ladi. Bu kitobga Fortune bilan Lotting kitobi ham ketadi kirkaga. Lotting bilan Fortuneni masalan nima desam bo'ladi? Almos topib oldik deylik, lekin unda faqat bitta anaqa tushadi olmos. Lekin agar Fortune bilan Lottingni sehrlasangiz, bunda u ko'proq tushishi mumkin. 2 ta almos tushadi agar Fortune bilan sehrlasangiz. Xo'sh, biz nomini bir o'rgatib olamizda. Xo'sh, mana sehrlab ham oldik. Endi bizga almos kerak bo'ladi. Mana. Masalan, almos blok bor. 9 dona almos. Men hozir joniga o'tib, bundan nechta tushishini aniqlab beraman. Xo'sh, mana joniga o'tdik. Ko'rib turganlaringizdek 9 tadan 20 ta almos tushdi. 9 donadan 20 ta almos. Bu juda ham katta. Deyarli 2,5 barobar ko'p tushdi. Xo'sh, keyingi kitob bizda bo'ladi Slick Touch. Bu anaqani bu lapatkani shunday xususiyati borki, Slick Touch mana. Bu lapatkan shunday xususiyati bor. Bu lapatki masalan birinchi bu yerda ko'rsatay. Masalan oddiy bu xohlagan bu qo'llar bu lapatkida kavlasangiz usti yashil bo'lib tushmaydi. Lekin bu lapatkida kavlasangiz mana farq. Keyingisi yana buni shunday xususiyati borki, oynani qanaqa blokda, qanaqa lapatkimni qilishda ham buzsangiz hattoki blok bo'lib tushmaydi. Agar lekin men hozir joniga o'tkazib ko'rsatayki, agar lekin buni lapatkada kavlasangiz bu blok bo'lib tushadi. Mana o'sha bloklar. Oynada ham shunday ishlaydi bu lapatki. Xo'sh, keyingi bizda bo'ladi keyingi bizda tushgan qaysi kitobda qilsak bo'ladi? Aslaqaga qilamiz. Masalan, dubulg'a. Aqua. Bu kitobning nomi Aqua Affinity. Faqat buni birinchi bosqichi bor. Bu dubulg'aga tushadi. Hozir atrofda suv bo'lmaganligi uchun buni vazifasi suv ostida ko'proq nafas oldirishdir. Suv ostida ko'proq nafas olasizlar. Men o'zim sinab ko'rganman bu narsani. Zo'r ishlaydi bu. Keyingi kitob bizda bo'ladi. Bu barcha aslaqalarga tushadi. Masalan, bu kitobning nomi Fire Porticardmi shunday ekan nomi. Bu hamma aslaqalarga tushadi. Shunday qoldi. Sandan sinib qoldi. Mayli. Bu shunday qilib sehrlanadi. Boshdan oyoq aslaqalaringizni shunday qilib
sehrlasanglar ham bo'ladi. Biroz daraja ortish kerak ekan. Yetadimi? Tubugaga yetadimi? 4-daraja kerak bo'pti. Biroz darajani ortib olamiz. 10-daraja yetadi menga. Xo'sh, ana endi sehrlaymiz. Bu masalan olovda jonni kam oladi. Kitob nomi bu. Olovda jonni kam olishga harakat qiladi bu. Mana hozir buni isbotlab beraman. Mana qo'limda ozchalik lava turibdi. Masalan, buni bu yoqqa qo'ysangiz, menda ozchalik mana fire aspect bor. Jon juda ham kam ketadi mana. Ko'ryapsizlarmi? Agar lekin aslahani yechib qilsanglar, ko'ryapsizlarmi? Bu aslahani shunaqa qobiliyati bor. Kira qol, o'laman hozir. O'laman. Короче, bu shunday ishlaydi. Jonim ketib o'laman-ku. Yo'q, o'lganim xudoga shukr. Mana, bu aslaha shunday ishlaydi. Xo'sh, keyingi kitob bizda Power bilan Fire Aspect 2. Mana. Birinchi bizga qilishni sehrlaymiz. Ko'pchilik kishilar Fire Aspect bu o'zi nomidan ham bilinib turibdi. Nomi masalan shu. Bunga to'xtanglar chiqqani Powerni ham qo'shib beramiz bu sehrga. Chunki Power degani bu Power base. Bo'lmasam bular urish zarbalarini kuchaytirib beradi. Yo'q, qo'shilmadi. Mayli. Powerni qanday ishlashini ko'pchiliklar ham biladi. Xo'sh, buni sigirda sinab ko'ramiz. Mana, bir zarbada o'ladi sakrab ursalaring. Kam deganga bu pishirib ham beradi. Pechga ham kerak emas-da bunga. Shunday ursalaring ham bemalol o'ladi mana. Fire Aspectning qobiliyati shunday ishlaydi. PvP qilayotgan paytlaringiz Fire Portals va Fire Aspect Flame shunaqa kitoblarda kuchaytirsangiz, siz uncha-munchaga yengilmaydigan bo'lasizlar. Xo'sh. Power kitobini qani hozir yana bir sinab ko'ramiz oddiy qilishda. Sondonlarimiz tez sinadi. Xo'sh. Power. Mayli. Darajam yetmadi, nimagadir bo'lmadi. Xo'sh, mana hammaga xayr do'stlar. Sizlar bilan men bugun Kakashi bo'ldim va men sizlarga menimcha yaxshi sehrlar o'rgatdim deb o'ylayman. Hammaga xayr.